Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yangi videoga xush kelibsiz. Demak, yapon tili darslarimiz davom etadi. Bugun sizlar bilan yapon tilidan yangi so'zlar deb nomlangan darslarimizning 3-darsini boshlaymiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Demak, birinchi so'zimiz koko. Koko degani bu yer degani. Ya'ni bugun joy nomlariga nisbatan ishlatiladigan so'zlarni ham o'tamiz. Bu yer degani aynan so'zlovchi o'zi turgan hududni koko deb aytishi mumkin ekan. Kochira degani ham bu yer. Bu ikkalasining farqi koko degani o'rta, ya'ni odatiy holatda ishlatiladigan so'z hisoblanadi. Kochira degani esa hurmatliroq, ya'ni siz aytayotgan odamga nisbatan o'zingizni hurmatingizni bildirgan holatda siz kochira so'zini ishlatishingiz mumkin ekan. Demak, keyingi so'zimiz bu soko. Soko degani mana bu yer, u yer, ya'ni shu yer deb degan ma'noni bildiradi. Bu aynan tinglovchi turgan hududni ko'rsatishda soko deb ishlatiladi. Demak, sochira degani ham o'sha mana bu yer, u yer, shu yer degan ma'noni bildiradi. Soko bilan sochirani farqi, soko odatiy holatda ishlatsangiz, sochirani esa yana tinglovchiga nisbatan siz o'zingizni hurmatingizni ifodalash uchun sochira deb ishlatasiz, ya'ni hurmat ma'nosini bildiradi. Demak, keyingi so'zimiz asoko. Asoko degani bu ana u yer degani, ya'ni tinglovchiga ham, so'zlovchiga ham uzoqroq hududni ko'rsatish uchun asoko so'zini ishlatadi va bu ana u yer degan ma'noni bildiradi. Demak, achira degani ham ana u yer degani, faqat bu yerda asoko va achiraning farqi bu ya'ni asoko bu o'rta, ya'ni odatiy holatda ishlatiladigan so'z bo'lsa, achira esa ya'ni hurmatliroq, tinglovchiga nisbatan siz o'zingizni hurmatingizni ifoda etish uchun aynan achira degan so'zni ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda achira degani ana u yer deb aytishingiz mumkin. Masalan, ba'zi hollarda mehmonxonalarda mehmonlar sizdan nimadir so'rab qoladi. Masalan, hojatxona qayerda, lift qayerda degan payti ana u yerda demoqchi bo'lsangiz, ana shu holatda siz asokoni emas, achira deb ishlatsangiz, u ancha nima deydi, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Demak, keyingi so'zimiz bu doko yoki dochira degan. Bu ikkalasi ham qayer degan ma'noni bildiradi. Demak, faqat farqi doko odatiy holatda ishlatsangiz, dochirani esa hurmatliroq, ya'ni o'zingizni tinglovchiga nisbatan hurmatingizni ifoda etish uchun esa dochira so'zi ishlatiladi. Demak, keyingi so'zimiz bu kyoshitsu. Kyoshitsu degani bu sinfxona degani. Demak, maktablarda dars o'tiladigan xonalar kyoshitsu degan ma'noni bildiradi. Demak, keyingi so'zimiz bu shokudo. Shokudo degan oshxona, ya'ni mana bu litseylarning oshxonalari, maktablarning oshxonalari, universitet oshxonalari aynan shokudo deb ataladi. Demak, keyingi so'zimiz bu jimusho. Jimusho degan ofis, ya'ni xodimlar ishlaydigan ofis aynan jimusho deb ataladi. Demak, keyingi so'zimiz bu kaygishitsu. Kaygishitsu bu aynan majlislar zali, ya'ni qanaqadir bir mitinglar qiladigan, qanaqadir bir muhim mavzularni gaplashib oladigan xona bu kaygishitsu deb ataladi. Demak, keyingi so'zimiz bu ukutsuke. Ukutsuke degani bu qabulxona. Aynan mehmonxonalarda kirganingizda qabulxona bo'ladi. Qanaqadir bir binoga kirganingizda qabulxona bo'ladi. Aynan ana shu joy ukutsuke deb ataladi. Demak, keyingi so'zimiz bu robi. Robi degani bu koridor, ya'ni rasmdan ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu joy robi deb ataladi. Demak, keyingi so'zimiz hiya. Hiya degani bu xona degani. Har qanday xonani hiya deb atashingiz mumkin. Demak, keyingi so'zimiz bu toire yoki otiaray. Toire yoki otiaray ikkalasi ham hojatxona degan ma'noni bildiradi. Demak, keyingi so'zimiz bu kaydan. Kaydan degani zina, ya'ni zinapoyalar, aynan zina kaydan deb ataladi. Keyingi so'zimiz bu elevator. Elevator degani bu lift degani. Demak, bu ham juda ham Yaponiyada juda ham nima deydi, ko'p ishlatiladigan so'z, ya'ni buni esdan chiqarmang. Keyingi so'zimiz eskareta. Eskareta degani bu eskalator degani. Ya'ni bu ham juda ham ko'p ishlatiladi. Demak, keyingi so'zimiz okuni ya o'zi kuni deyilgani, bu davlat degani, o qo'shilgani, bu davlat degan nisbatan sal hurmat, ya'ni hurmatni ifoda etuvchi so'z hisoblanganligi uchun o tovushi qo'shiladi. Demak, bu o'z-o'zidan davlat degan ma'noni bildiradi. Demak, O'zbekiston, Amerika, Yaponiya bu dunyoning 3 ta eng buyuk davlati. Demak, keyingi so'zimiz kaysha. Kaysha degan bu kompaniya degani. Keyingi so'zimiz uchi. Uchi bu uy degani. Keyingi so'zimiz denva. Denva bu telefon degani, ya'ni
soto emas, anaqa go'shakban xuddi mana shunaqa telefon aynan Denva deb ataladi. Qo'lingizdagi telefonni ham Denva deb atashingiz mumkin. Demak, keyingi so'zimiz bu kutsu. Kutsu. Kutsu degan poyafsal, oyoq kiyim bu kutsu deb ataladi. Keyingi so'zimiz nikutai. Nikutai degani bu bo'yinbog', galstuk degan ma'noni bildiradi. Keyingi so'zimiz wine. Wine bu vino degani. Keyingi so'zimiz tabako. Tabako. Tabako degani sigaret degani. Va keyingi so'zimiz uriba. Uriba. Uriba degani bu sotuv rassasi. Aynan do'konlarda mana shu sotuv rassalari uriba deb ataladi. Keyingi so'zimiz chika. Chika degani yer osti. Yer osti chika deb ataladi. Keyingi so'zimiz bu kay, ya'ni qavat degani. Agar oldindan raqam bilan keladigan bo'lsa, o'sha qavat degan. Masalan, nikay degani bu ikkinchi qavat degani. Demak, keyingi so'zimiz nankay. Nan har doim nima, necha degan ma'noni bildiradi. Ya'ni nankay degani nechanchi qavat degani. Keyingi so'zimiz yen. En degani bu yen degani, ya'ni Yaponiya pul birligi keladi. Ya'ni bu yerda oldida agar masalan raqam keladi, masalan 5 raqami kelsa goyen bilan 5 yen degani, 100 kelsa 100 yen keladi. Demak, keyingi so'zimiz bu ikura. Ikura degani necha pul, qancha degan ma'noni bildiradi. Bu so'z juda ham kerak, chunki har qanaqa savdo holatida mana shu ikura so'zini ishlatasiz. Kompyuter olasizmi, oziq-ovqat olasizmi, bolasida bu ikura deska deb mana shu so'zni ishlatasiz. Buni albatta esingizdan chiqarmang. Keyingi so'zimiz hyaku. Hyaku degani bu 100 degani, ya'ni raqamni ifodalovchi hyaku degan so'z. Ya'ni bu 100 degan ma'noni bildiradi. Keyingi so'zimiz bu sen. Sen degani bu 1000 degani, ya'ni 1000 raqamini sen deb ataymiz. Albatta bu 100, minglarni biz aynan raqamlar bo'yicha video qilganmiz. Ana shunda raqamlar haqida batafsil umuman juda ham yaxshi misollarda tushuntirganman. O'sha raqamlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha videoni ko'rishingizni iltimos qilaman. Keyingi raqamimiz bu man. Bu man 10 ming degani. 10 minglik bu man deb ataladi yapon tilida. Ya'ni 10 minglik pul birligi ham bor. Bu 10 minglik bu 2 man deyiladi, 1 man degani. Demak, aziz do'stlar, shu bilan 3-dars yangi so'zlar videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosing, kommentariyalarda albatta o'z fikringizni qoldiring. Yapon tilining endi o'rganayotgan tanishlaringizga videoni ulashishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.